Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Bizni qo'llab-quvvatlashning eng oddiy va samimiy uslublaridan biri bir dona like tugmasini bosib qo'yish. Biz esa boshladik. Avvalo Sog'diyona klubini g'alaba bilan tabriklayman. O'yinga to'xtalsak, nima? Turonning aybi Superligaga chiqqanligimi yoki hakamlarga pul tikmaganligimi? Ikkita o'yindan beri umuman tushunib bo'lmayapti. O'sha epizodlarni butun O'zbekiston ko'rib turibdi. Kirib ko'rishsin, kiyim almashtirish xonasida yigitlar yig'lamoqda. Kim chora ko'radi? Qachongacha chidash mumkin? Tozalash ishlari boshlangan deyildi. Qani tozalash? Ahvol shumi? 2 o'yindan beri hakamlar futbol o'ynashga berishmayapti. To'p bizga tegdi deguncha hakamlar hushtak chalmoqda. 80 dan ziyod inson bir futbol klubi uchun mehnat qilmoqda. Tun-u kun tinim olishmayapti. Oilasini shu klub ortidan boqaman deb ezilib ketyapti. Lekin 3 ta hakam chiqib butun klub tayyorgarliklarini barbod qilmoqda. Kim? Ayting, kim bularga chora ko'radi? O'zbek futbolidagi adolat shumi? Do'stlar, omad silkasini izlayotgan bo'lsangiz, marhamat qilib kommentariyadagi Telegram kanaliga o'tib qo'shiling va u yerdan bemalol istalgancha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 10 million so'm bonus sizni kutib turibdi. Omad, foydalanib qoling. Biz halollik tarafdorimiz. Hakamlarga pul tikmadik. Mehnatimiz ham halol. Oqibati shumi? Mana ahvol. Pul tikmasang seni chopishadi. Bu so'zlarim uchun butun umr futboldan mahrum bo'lsam ham mayli, lekin kimdir gapirishi kerak-ku, kimdir oxirigacha borishi, kimdir halovatidan voz kechishi kerak-ku. Shu joyda boshqa bir jurnalist savol berdi. Nima? Jamoangiz mag'lubiyatiga faqat hakamlar aybdormi? Turon g'alabaga munosib o'yin ko'rsatdi deb hisoblaysizmi? Qanaqa futbol? Futbol o'ynashga hakamlar berishmasa, mayda vaziyatlar sariq bilan tugasa, biz o'z futbolimizni ko'rsatish uchun hakamlar imkon berishmadi. Sizlar ham ko'rdingiz. Bu yerda qanday futbol haqida gapirish mumkin? Qani futbol? Bu achchiq so'zlarni Turon futbol klubi sobiq bosh murabbiy Islom Ismoilov 2021-yil Superliga Sog'diyona Turon uchrashuvidan keyin so'zlagan. O'shanda ehtimol ko'pchilik uni ustidan kulgandir. Esimda, o'sha paytlar kuchsiz komanda yutqazaverishi, kuchliga esa yutishi oddiy hol, sensatsiya deyarli begona so'z edi. Islom Ismoilov shu intervyuni bergach, oradan ko'p o'tmadi. Ketma-ket mag'lubiyatlar sabab Turon jamoasidan iste'foga chiqarildi. Ismoilov esa taslim bo'lishni istamadi va U14 terma jamoasiga murabbiylik qilishni boshladi. Xatolarini tuzatdi, tajriba to'pladi. Qisqa qilib aytganda, U14 jamoasi bilan birga o'sdi. Keyinchalik U15, U16 va mana biz ko'rib quvonganimiz U17 terma jamoasini Saudiyada o'tayotgan mundial yo'llanmasini taqdim etuvchi turnirga boshlab keldi. Shu joyda kichik ma'lumot. U17 terma jamoalari o'rtasida o'tadigan mundial oldingidek har 2 yilda emas, har yil o'tkazdiriladigan bo'ldi. Jamoalar soni kengaytirildi. Ketma-ket 4 ta mundialga esa Qatar mezbonlik qiladi. U17 terma jamoamizning o'yin uslubi kuchli pressing va total futbol ustiga qurilgan. Tezkor qarshi hujumlar esa xuddi mashg'ulot paytidagidek oson uyushtirilmoqda. Oldingi avlodlarimiz kabi emas, aldamchi 9lik ham hujumchilardan qolishmayapti. To'g'ri, men qaysidir nomlarni aytmagandirman. Sababi ularning har biri e'tirofga munosib. Oldin ham biz turnirda g'alaba qozonganmiz. Oldin ham chiroyli o'yin ko'rsatganmiz, lekin bu safargidek dominantlik ustiga qurilgan emas. Biz-ku mayli, o'zimizning yigitlar, lekin AFK rasmiy sayti ham ko'p biznikilarni dribling va gollarimizni namoyish etishmoqda. Boshqa davlatlarda esa muxlislik darajasiga chiqishgan. Bularning barchasida murabbiyning va yigitlarning hissasi katta. Biz finaldamiz. Mezbon yurt vakillarini guruh bosqichida 3 ta gol bilan siylagandik. Final o'zgacha o'tishi tabiiy. Shu kungacha yoshlarimizni kelajak futboli deb aytardik, lekin katta bo'lgach yo'qlikka singib ketishardi. Bu yigitlarni esa ishonch bilan aytish mumkinki, mana kelajak futboli. Bu yongan ko'zlarni yana 20 yil katta futbolda porlashini tilakdoshiman. Kim biladi, balkim o'sha intervyu berilgan kun o'zbek futboli tarixi o'zgargan kechadir.